O'zbeklar bilan tojiklarni qadriga yetmagan rossiyaliklar hindlarni ishlatolmay, gapini o'tkazolmay, sapkovoy lopatka bilan boshidan itdek kaltayapti, ko'rasizlarmi? Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mana bularning ahvolini ko'rasizlar. Bizanikilar o'z mehnatini toza qilib, pulini halollab, toza ishlab yurdi. Ming afsus, mana bizanikilarni chiqarib yuborib, bularni olib kelishdi. Endi mana mashina qilib sapkovoy lopatkadan kaltayni yeb yurishadi. Alloh rozi bo'lsin. Jigarlarim, mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Ko'proq odam ko'rsin shu videoni. Bu hindlar даже kun sal sovisa, ko'chaga chiqib qori ham kurashmas ekan. O'sha Rossiyadagi yashaydigan aholilarni o'zlari hashar qilib qorni tozalashayotganini ham mana ko'ryapsizlar. Rossiyadan chiqarib yuborilgan o'zbekistonlik, qirg'izistonlik, tojikistonlik jigarlar hech ham qayg'urmanglar. Rizq Allohdan, Xudo xolasa o'zingizlarni davlatingizda ham ish topib, bemalol ishlasanglar bo'laveradi. Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya, uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка baza xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Rossiyaga Hindiston migrantlarini olib kelib ishlatishi oqibati. Hazayin kelib, to'g'ri ishlatsa sapkovoy bilan boshiga molday urdi o'ziga. O'shaning uchun tojiklar bilan o'zbeklarni, qirg'izlarni qadriga yetish kerak edi. Bitta like bosib qo'yinglar. Bitta bosayotgan like'lar 10 ta insonga yetib boradi. Bir mazza qilishsa ruslar buni ko'rib. Ey bilan kayf qildim. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Пришли мусор выбросить. Представляете, 12 января. Ой, это просто нечто. Все завалено. Да ну. Пожать. Все передачи ваши смотрел. Очень. Да ладно! Похожий, не? Да? Похожий? Леонид Якубович с вами работает. О, капитан шоу! И вы выигрываете лопату! Лопату в студию! Реагенты в студию! А кто это у нас тут живет, блядь? Это, блядь, магазин. Даже не знаю, как его назвать, блядь. Rossiyada o'zbek tojiklarni qadriga yetmaganlaring mana ahvol. Xorazmda bir gap borku, "Sol opalaringni" dedi-ku, o'shaga asallarga. Mana videoni ham ko'ringlar-da. Tong sahardan sizlarga bir go'zal manzarani ko'rsatay. Bugun 2026-yil 13-yanvar sanasidagi holat. Mana 3 kunlab qor yog'di. Dvorniklarni rosa kutishda kelib tozalarmikin deb. Hech kim kelib tozalamagandan keyin ishongan hindlari in-iniga kirib yo'qolib ketdi. Mahalliy aholi o'zi hashar uyushtirib, hashar yo'llari bilan mana guvohi bo'layapsizlar. Ha, mana shunaqa bo'ladi. O'zbek bilan tojiklarning qadriga yetmaslik. Hindlarga vaqti poxxo'y. Ularni qorni to'ysa bo'ldi. Ular o'zbeklarga, tojiklarga, qirg'izlarga o'xshab, bolam chaqam bor ekan, uyimga pul jo'natishim kerak ekan,
oilam kutyapti degan o'ylovi, mehnatkashligi, unaqa narsa yo'q bo'ladi. Ularga vafshi barabani. Qorni to'ysa kuni o'tsa bo'ldi, kayfini qilib yuradi. Battar bo'laring.